Agar siz farzandlaringiz bilan chet elga dam olishga, sayohatga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu qoidalarni bilishingiz albatta shart. Nima uchun farzandingizga tanlagan cho'milish uchun maxsus kiyimlarning rangi juda ham muhim. Mana shu rasmdan ko'rib turibsizlar. Demak, bu rang tanlayotgan paytimizda yorqin, ko'zga tashlanadigan rangli cho'milish kiyimlarini tanlaganingiz ma'qul bo'ladi. Nega? Suv ostida mana ko'rib turibsizlar. Har qanday holat bo'lishi mumkin. Favqulodda holatlar bo'ladigan bo'lsa, mana 3-qatorda turgan ranglar, ya'ni qora, oq rang, mana bu bejniy rangdagilar umuman suv tagida ko'rinmaydi, farzandingizni topa olmaysiz. Yoki mana suv rangidagi havo rangli kiyimish, suv cho'milish kiyimlari umuman farzandingizni suv tagidagi favqulodda holatini aniqlab ola olmaysizlar. O'sha uchun hurmatli ota-onalar, kiyim tanlashga juda ham katta e'tibor beringlar. Shu bilan birga farzandingizni cho'miltirayotgan vaqtida albatta bolalarning terisi juda ham yupqa bo'ladi va quyosh nurlaridagi zararli nurlarga ta'sirchanlik juda ham kuchli bo'ladi. Albatta farzandingizni yo'lga chiqishdan oldin, tashqariga chiqishdan oldin himoya qiluvchi SPF kremlarini, yoshiga mos kremlarni surishingiz kerak. Va cho'milgandan keyin albatta har 2 soatda yana yuradigan bo'lsa, bu kremlarni yana qayta surishni tavsiya bergan bo'lamiz. Farzandingiz cho'milib yuribdi, har xil suyuqliklarni ichib yuribdi. Bu degani bo'ldi degani emas, farzandingizdagi suv balansiga juda ham katta e'tibor berishimiz kerak. Va eng muhimi, dam olishga ketayotgan yaqinlaringizga ushbu videoni ulashib qo'ying.